Kel bolajonim, bugun Bobur Mirzo haqida o'rganamiz. Onajon, Bobur kim? Bobur Mirzo buyuk sarkarda, shoir va davlat arbobi bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilda Andijonda tug'ildi. U Amir Temur avlodi edi. 12 yoshida taxtga o'tirdi va yosh bo'lishiga qaramay orzulari katta edi. Bobur bir necha bor Samarqandni qo'lga kiritdi, ammo uni saqlab qola olmadi. Haqiqiy buyuk insonlar yiqilganda ham taslim bo'lmaydi. 1526-yilda Bobur Panipat jangida g'alaba qozonib, Hindistonda buyuk Boburiylar saltanatiga asos soldi. Shu tariqa u tarixda yangi davrni boshlab berdi. Bobur nafaqat sarkarda edi, balki nozik qalbli shoir ham edi. U o'z asarlarini Boburnoma nomi bilan yozib qoldirdi. Bu asar tarix, geografiya va insoniy kechinmalarni birlashtirgan nodir durdonadir. Bobur Mirzo sarkarda, shoir va davlat arbobi. Uning merosi asrlar davomida yashab kelmoqda. Onajon, men ham katta bo'lsam sarkarda bo'laman. Inshaalloh o'g'lim.